Jigarlar ko'rib turgan fayzli xonadonlarning atiga $3300 ga patkulich bo'lib tayyor bo'libdi do'stlar. Qaranglar. Buni travertiniga ahamiyat beramiz. Juda ham chiroyli qilib travertin qilib berishgan ekan. Bu yangicha fasonda bo'lgan ekan travertinimiz. Gullarini kamroq bo'lsin deganlar uchun kamroq gulli qilib berishdi. Nimaga guli kam bo'ldi deganlarga, ha deb chang bo'lib ketmasin, ha deb yuvormay deb turib, uyda egalari xuddi shu fasonni tanlashibdi. Juda ham chiroyli qilib, qaranglar, gullari chiroyli chiqib, yaltillab, juda ham zo'r. Suv uradigan bo'lsa ham Suxoy bo'ladi. Suxoy fasonmi bu? Suxoy fason bo'lgan ekan. Xo'p, bularimizni narxi necha pul bo'lyapti? Keyin qatlargacha xizmat ko'rsatishadi. Ustalarga zakaz berilgandan keyin uyda egasidan nima talab qilinadi? To'liq ma'lumotni Doniyorbek akamiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, juda ham zo'r chiqibdi. Xo'p, aka, mana shu xonadonimiz $3300 ga tayyor bo'ldimi hozir? Shunaqa aka. $3300 ga juda ham zo'r. Xo'p, qaranglar, ko'rib turganlaringdek, xohlasalarning guli ozroq, xohlasalarning xuddi shu ko'rinishda guli ko'proq. Bu fasonimiz qanaqa fasonidir? Kartamir aka. Bu Kartamir fasoni. Qanaqa fason kerak deydigan bo'lsalaring qilib beradilar. Xo'p, aka, uyda egasi sizga telefon qilgandan keyin nima talab qilinadi? Bizga aka tek shkatulka bo'lgan holat bo'lsa bo'ldi aka, shu holatga keltirib beramiz aka. 1 kvadrat metrini aka 100 ming so'mga bitirib beramiz. Uyda egasi miqam olib kelmaydi aka. Hamma yo'g'ini o'zlari qilib beradi. Lesa, salafan, sikovich, bari xomashyo aka, hamma narsa o'zimizda aka. Do'stlar, qaranglar, juda ham chiroyli qilib. Xo'p, bundan tashqari mana aynalar atrofiga nomini tiyagalarni ham o'zlaring qo'yib berasizlarmi? O'zimiz qo'yib beramiz aka, 100 ming so'mning ichida bo'ladi. Addenni pul to'lamaydi. Ha, bu ham 100 ming so'mning ichida bo'ladimi? 100 ming ichida bo'ladi aka. Bularni aka kelishilgan holatda metriga uydagilarni kelishilgan holatda chekkalariga. Shunaqa aka. Kelishilgan. Faqat eshik, derazalar gulxo'y o'lchaniladi, shu 100 ming so'mcha kirib ketadi, addenni pul bermaydi. Ya'ni kvadratga ham qo'shilib ketadi. Ha, shunaqa, kvadratga ham qo'shilib ketadi. Juda ham zo'r. Xo'p, aka, bunga endi necha sloy bo'lgan? Qanaqa ketgan nimalar? Bunga aka X-sloy travertin bo'lgan, X-sloy chaqlangan aka, X-sloy laklangan. Sloy laklangan. Ya'ni 6 sloy bo'lyapti. Shunaqa aka. O'sha 6 sloy qilib berishlaring shu 100 ming so'mning ichida bo'ladimi? 100 ming so'mning ichida bo'ladi aka. Xo'p, fasonni o'zgaradigan bo'lsa, aytaylik, kimgadir, Kartamino kimgadir bu yoqadi. Narxiga o'zgarish. Xohlagan fasonni qilib beraveramiz aka. Fason narxi o'zgarmaydi. Necha xil fasonlarimiz bor hozir? Aka, fason o'ta ko'p. Hamma xohlagan fasonni chiqarib, bu bunaqa fason, u bunaqa fason deb fasonlari ko'p. Xayoliga kelgan fason bo'lsa bo'ladi. Aka. Juda ham zo'r. Do'stlar, qaranglar, tashqari tomonni ham ko'radigan bo'lsak, tashqari tomonlarni ham biles berishga ahamiyat beramiz. Juda ham chiroyli qilib. Mana qaranglar, bilesizmi buni? Videoda lekin unchalik ko'rinmayapti-ku, lekin do'stlar, живой ko'radigan bo'lsalaring, yangi fason menga juda ham yoqdi. Neobishniy chiqqan ekan, 6 sloydan iborat bo'lar ekan, mo'yshiv. Qilingan ketishga qancha garantiya beriladi endi? 15 yil garantiya beramiz aka. 15 yil garantiya beriladi. Juda ham zo'r. Xo'p, bundan tashqari so'killarni ham sizlar qilib berganmisizlar buni? Mana ustalar ishlayapti aka, tashqarida kafirlar olib kelib qo'yganmiz, so'kilni bitirdik, endi xudo xolasa poliga. Bet ko'rganingizda stashkasini ham o'zimiz quyib berdik aka. Stashkani ham o'zimiz quyib berdik. So'kilni ham o'zimiz qilib berdik aka. Hali bitka yo'q so'kili. Ko'rgan bo'lsang, chang bo'lib, artilga yo'q aka. Hali artib stashkasi quridi. Bugundan polini bosamiz aka, xudo xolasa. Poliga nima beryapsizlar endi? Kafil qilib beryapmiz aka. Kafil qilib beryapsiz. Do'stlar, qaranglar. Suvoq ko'rinishda uyda olib travertinga, so'kili, bundan tashqari stashkasi, kafil olishtiramasangiz, kafil burchatga, любой narsani qilib berishaver ekan. Akalarga bir telefon qiladigan bo'lsangiz, uyingizni tayyor qilib, patkulich holatda topshirishadigan ekan. Xo'p, aka, xizmatlar endi qayergacha bo'ladi? Xizmatlarga hozircha Samarqandgacha ishlayapmiz. 12 ta viloyatgacha ishlaymiz aka. Kelishib qolsak bo'ldi. Kelishib qolinsa bo'ldi. Hozircha Samarqandga turib, Voha tomonlardan chiqishadigan bo'lsa, boraveramiz. Narx-navosini kelishiladi. O'zgarmaydi. Narx-navosiga endi yo'l kiralari, nimalari qo'shilib qoladi-da, shuni hisobiga kelishiladi. 100 ming so'm to'laydi aka, yo'l kira hech narsa qo'shilmay 100 ming so'm beradi. Voha tomonga ham 12 ta viloyatga aka xizmat ko'rsatamiz. Voha tomonga ham narx o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Hozircha Samarqandgacha ishlayapmiz. U yoqdan telefon bo'lyapti, haligi konkret chaqirmayapti. Borsak aka qilib beraveramiz. Farqi yo'q. Ya'ni realniy qiladigan bo'lsa, chaqirsa kelaverasiz. Shunaqa aka. Juda ham zo'r. Oldi sloy do'stlar, qaranglar, biles berishni qaranglar buni. Ayni bo'lib qolibdi, juda ham chiroyli chiqqan ekan. Qanaqa fason deydigan bo'lsa, bundan tashqari haligi travertindan boshqa yana qanaqadirlar chiqyapti-yu, Milano ham qilib beraveramiz aka. Bunaqa nimalaringdan bor. Ularimizni narx-navosi qanaqa bo'ladi? Ular aka $14 1 kvadrat metri. Ularni $14 dan ular qanaqa joylarga, ko'proq tiyagasi ko'p joylarga qilinsa travertin arzonroq tushadi. Ha, travertindan arzonroq tushadi, tiyagasi yo'q. Keyin bundan tashqari haligi
baylar qo'yishyapti, unaqa narsalarga ham qilib beraverasizlar. Bakam qo'yib beramiz, hamma narsa qo'yib beramiz, u kelishilgan holat. Kelishilgan holat. Lekin qilalasizlar, qo'llar qilib beramiz, hamma narsa qilib beramiz. Juda ham zo'r. Do'stlar qaranglar, travertin qildirmoqchimisiz yoki xuddi shunday sokol yoki styashka qildirib ustidan kafel ruxsatga olib turaman deysizmi, bemalol aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Ko'rib turgan uylarning 250 kvadratida 400. 400 kvadrat. 400 kvadratga 40 million so'mga bitgan aka. 40 million so'mga? 40 million so'mga bitgan. Dollarga 3300 aka. Dollarga 3300. Juda ham zo'r. Xo'p, bunaqa xizmatlaring ham bormi aka, yo'qmi? Bor aka, tunikafon xizmati. Tunikafon xizmatlaring ham bor. Tunikafonlarga cho'qib berishar ekan do'stlar. Universal usta aytib o'tganingizdek, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Tunikafon polni aytib o'tilgan xizmatlarni qilib berishaveradi. Xudo xolasa ekranda nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, xo'p, telegramlari bor, kataloglari bor, tashlab berishadi. Sizlar xohlagan fasonda yoki fason tanlagani o'ylanayotgan bo'lsalaring, hozirgi kunda trend bo'layotgan fasonlarni ham xudo xohlasa o'zlari tavsiya berishadi. Bemalol qilsalaring bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuddan uzoqlashmanglar. Bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, bundan-da qiziqroq kontentlar chiqarishga harakat qilamiz.